Farg'ona tumanidagi 26-umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich ta'limda STEM yondashuvi asosida fan o'qitish metodikasi mavzusida o'quv amaliy seminar bo'lib o'tdi. Seminar doirasida 1-4 sinf o'quvchilari ishtirokida matematika, ona tili va o'qish fanlaridan integratsiyalashgan ochiq darslar namoyish etildi. Mazkur darslarda STEM elementlari qo'llanilib, o'quvchilarga topshiriqlarni mustaqil bajarish, guruhlarda ishlash, dars jarayonini real hayot misollari bilan bog'lash hamda ijodkorlikni namoyish etish imkoniyatlari yaratildi. Bugungi o'quv seminarimizning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'rganilayotgan yangi metodlarni ko'rib chiqish, ular orqali dars samaradorligini oshirish hamda o'quvchilarning faol ishtirokini o'rganish usullaridan foydalanishdir. O'quvchilarni erkin fikrlashga, ijodiy yondashishga, muloqotga kirishga undaydigan yangi metodik uslublar bugungi kunda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Shunday ekan, har bir o'qituvchi o'z ustida muntazam ishlab borishi, yangi metodik yondashuvlarni yangilab borishi zarur. Biz o'quvchilarimiz buyuk allomalarimiz kabi Ibn Sino, Abu Rayhon Biruniy, Alisher Navoiy kabi insonlar bo'lib yetishiga biz astoydil harakat qilib boryapmiz. O'quvchilar faol qatnashgan dars jarayonlari turli ko'rgazmali vositalar, mantiqiy topshiriqlar, kichik loyihalar va tajribaviy yondashuvlar asosida olib borildi. Darslarni kuzatgan o'qituvchilar STEM metodikasining ta'lim jarayonida qay tarzda qo'llanishi va o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi ahamiyatini amalda ko'rdilar. Bugungi seminar mashg'ulotimizda STEM yo'nalishi bo'yicha 2 sinf o'quvchilariga bo'g'inga ko'chirish mavzusini o'tib berdim. Bo'g'inga ko'chirishda ko'plab xatoliklarga duch kelishardi. Bugungi mashg'ulotimizdan keyin mana shu holatlar kamayadi deb o'ylayman. Ta'lim tizimimizga zamonaviy metodlar yordamida o'quvchilarga dars o'tish tizimlari kirib kelyapti. Bu o'quvchilarga juda ham katta yordam beryapti. Ya'ni tanqidiy fikrlashni o'rganishyapti bolalar, erkin fikrlashlarni o'rganishyapti. Seminar doirasida o'tkazilgan ochiq darslar boshlang'ich sinflarda STEM integratsiyasini qo'llashning amaliy jihatlarini namoyish etdi. Dars jarayonida o'quvchilarning faolligi, ijodkorligi va mustaqil fikrlashi kuchaygani kuzatildi. Tadbir o'qituvchilarga yangi metodik yondashuvlarni o'zlashtirish, tajriba almashish va zamonaviy ta'lim talablari asosida dars jarayonini boyitishga katta imkoniyat yaratgani bilan ahamiyatlidir.